Biz turli viloyatlardan kunduzgi parvarish xizmatini tashkil etgan tadbirkorlar Toshkent shahriga Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan biznes intensiv moliya, menejment va muzokaralar mavzusidagi o'quv seminariga taklif etildik. Bugungi o'quv seminarlarimiz tadbirkorlar uchun faoliyatimiz davomida juda ham kerakli bo'lgan qo'llanmalarni o'z ichiga oldi va o'zimizni qiziqtirgan savollarga kerakli javoblarni oldik. Uch kunlik seminar davomida bolalar bilan qanday ishlash, ota-onalarning psixologiyasi, bolalarning psixologiyasi, har bir ishlarimizning moliyaviy darajasi, ularni qanday hal qilishlik, har bir mayda detallarigacha o'rganib oldik. Sirdaryo viloyatidan kelganman, Abdugafur va Xurshida. Kunduzgi parvarish xizmatini yo'lga qo'yganmiz. Kichik biznesimizni rivojlantirish uchun 3 kunlik seminar darslarida bo'lib o'tdik va bu darslarda moliyaviy tarafdan boshqaruv, xodimlarni boshqarish, ota-onalar bilan hamda bolalar bilan muloqotda kerak bo'ladigan barcha bilimlarni oldik deb o'ylayman.